Men bugungi taassurotlarimni mana shu 4-5 kun ichida nimaga o'rgangan bo'lsam, hamma обучениялаrimni butun komandamga, butun jamoamdagi mani shogirdlarimga, hamkorlarimga hammasini to'laqonli yetkazishga va'da beraman. Chunki biz emotsiya, biz xursandchiliklar, biz sayohatlar, go'zal manzaralarni, umuman dunyo ko'rishni, insonni oddiy zerikarli hayotidan yangiliklar sari intilishini boshqalarga tavsiya qilish evaziga biznesimizni yuritamiz. Bu komandamni eng yorqin yulduzlari kabi ular ham sayohatni ko'rishdi, ham komanda bilan ishlash nima ekanligini bilishdi. O'z ustida ishlagan inson rivojlanar ekan. Bugungi kun emas, ertangi kun uchun faqat kelajakni eng zo'rini yarata oladi. Agar sizda ham ikkilanmasdan faqat mana shu biznesga olg'a ketishni maqsad qilsangiz, siz uchun ham mana shu professiya, mana shu soha, ya'ni onlayn turizm biznesi hech gap emas. Shunchaki o'rganib oling va butun oilangizga, yaqinlaringizga, hammasiga tavsiya qiling. Zero hech kim u oylikdan bu oylikgacha arang yetkazadigan maoshga yashamasdan, nabarot qanchalik kelajagi uchun zaxiralari, xazinalari borligini bilib o'shanga intilib yashashini juda ham xohlardim.